Bu kinoni kechasi yotib olib ko'rmasangiz, ma'nosini umuman tushunmaysiz. Sun'iy intellektlar texnologiya shunchalik rivojlanmoqdaki, kelajakda ular insonlarga qarshi chiqishi ham mumkin bo'ladi. Chunki filmda haqiqiy odamga o'xshab yaratilgan replikantlar, ya'ni sun'iy yaratilgan biologik odamlarni ko'rishingiz mumkin. Filmda replikantlar insonlarga xizmat qiladi. Bosh qahramon ofitser Ki Los-Anjeles politsiyasida Blade Runner sifatida ishlaydi va qochqin replikantlarni ovlaydi. Bir kuni ofitser Ki eski model replikantni yo'q qiladi va uning yo'yida ko'milgan ayol replikantning qoldiqlarini topadi. Tekshiruvlar natijasida bu ayol replikant Rachel bo'lib, inson kabi homilador bo'lgani va bola tug'ganligini aniqlaydi. Leytenant Joshi Kiga bu sirni yashirishni va bolani topib yo'q qilishni buyuradi. Ki tergov davomida Rachelning farzandi haqida ma'lumot topadi va o'zining bolaligidagi xotirlarni eslab, o'zini o'sha bola deb o'ylaydi. Xullas aytganimdek, bu kinoni yaxshilab ko'rmasangiz, ma'nosini tushuna olmaysiz. Filmni ko'rishni esa kommentariyada 114 raqamini hozirroq qoldiring.